Yuqorida aytganimdek, do'konimizda erkaklar uchun ham shunaqa sifati juda ham zo'r bo'lgan, oxirgi kunlarda trendga chiqib ketgan shunaqa krossovkalarimizdan olib kirganmiz qizlar. Model rasvetkalari juda ham ko'p, narxlari ham shunaqa zo'r chiqazilgan qizlar. Bu modellarni Muskoy do'konlarga borsanglar, eng kamida 350 ming, 400 ming deyshadi. To'g'rimi? Siz borganingizda olgansiz-ku, to'g'rimi? Men o'zim xuddi shunaqa turmush o'rtog'imlar oladilar, bilaman-da. Bizning do'konimizdan 150 ming, 199 ming va 250 ming, eng qimmati 250 ming. Shunaqa narxda olsanglar bo'ladi qizlar. Modellar juda ham chiroyli. Turmush o'rtog'inglar sportivniy stilda kiyinganlaridan shimlar bilan kiyishadimi, juda ham chiroyli turadi. Bunaqa New Balance modellarimiz ham bor. Qaranglar, viborlar keng qizlar. Razmerlari 44-45 gacha ham bor. Bu krossovkalardan endi hamma modelidan deyolmayman, ba'zi modellaridan kichkina razmerdagilarni ham topasizlar qizlar, ya'ni parchka bo'lib olsanglar